Benuraxon, qizim, yonimga keling. O'zim sizga shirin suv beraman. Qani, iching. Ichasan. Qo'y. Ich. Ich. Yoshlarga nafsiga tulkin sanar. Aka, yordam bering. Hushidan ketib qoldi. Bilmayman nima bo'ldi. Yordam bering. Yordam bering, doktor. Doktor, qizim hushidan ketib qoldi. Yordam bering. Yordam bering. Iltimos, qizimga yordam bering, doktor. Qizim. Tezroq. Bala uchun zaharlangan tezda berganlarga. O'zlar kimlar bo'lasizlar? Men kinoylari bo'laman. Bu kishi xo'jayinim bo'ladilar. Ogoh bo'l, ilondek chaqar. Unda siz men bilan yuring. Yana nima qilib bu odamdan pul olsam bo'ladi? Aksiga olib bu ham tuzalib bo'ldi. Bir narsa qilib yana pul undirishim kerak. Ha, hozir doktor kirsin. Shunga qarab ishimni qilaman. Qizalog'imiz yaxshi bo'lib qoldilar. Hamma muolajalarni oldilar. Hozir ancha yaxshilar. Endi bugun Xudo xolasa uyga joy beramiz. Doktor, iltimos qilaman. Qizim 3-4 kun yana sizni nazoratingizda tursa, uyda baribir men sizga qaralmayman. Endi bizni to'g'ri tushunasizlar. Bizingiz ancha yaxshi bo'lib qoldilar. Klinikamizda bemorlar juda ham ko'p. Sizlarga ruxsat singlarmi ketishlari mumkin. Doktor, qizim hushidan ketib qoldi, yordam bering. Doktor, yuring, qizim hushidan ketib qoldi. Yuring, yura qoling, doktor.